Do'stlar, yaxshi niyatda qo'yxona qilgansiz, qo'yxona farqi yo'q. Qanaqangi tom yopish xizmat kerak bo'lsa, mini stadion farqi yo'q. Shunaqangi mustahkam konteyner xizmatini sizlarga taklif qilamiz. Ko'rib turgan joylaring eniga 12 metr, uzunligi 55 metr bo'lgan joyda mustahkam qilib konteynerdan yopib beryapti ustakalarimiz. Xo'p, sizlarga hozir to'liq ma'lumotini beramiz. Narxlar bilan bizni kuzatishda davom etinglar. Qadrdonlar, mana pastga tushib oldik. Endi sizlarga to'liq ma'lumotlar beramiz. Narxlar bilan bizni doimiy oxirigacha ko'rib like bosib qo'ysalaring, xursand bo'lamiz do'stlar. Mana ko'rib turganlaring 5 ga 5, 4 ga 4 har xili bo'ladi. Bemalol odamni ham ko'taradi. O'zlaring bilasizlar, konteyner juda ham mustahkam bo'ladi. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Charchamayapsizmi aka? Xursand qilib shunaqangi sifatli ishlarni qilyapsizlar. Oldinlar yog'ochdan bo'lardi, muammo bo'lardi. Bez ustunsiz qilib bo'lmagan, hozir mana bez ustunsiz bemalol qilsa bo'layotgan. Mana shu joyda endi kvadratini bir tanishtirib o'tsangiz. Joyimiz eniga 12 metr, uzunasiga 55 metr. Ko'rib turganingizdek konteyner profildan bo'lgan, ya'ni konteyner lisidan. Konteyner lisimiz stenasi qalinligi 1.8, 2 gacha bo'ladi. 2 2 2 4 2,5 deyishdi, yolg'on gapirish kerak yo'q, to'g'risini aytgan yaxshi. Kvadratga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda mana shu kunda narxlarimiz 180 mingdan 240 minggacha. Endi savol tug'iladi, nima uchun 180 ming, nima uchun 240 ming deb. Mana shu devor, bu tomon ham devor, faqat firmani ustiga qo'yadigan bo'lsak 180 ming bo'ladi. Agar noldan yerdan ustiga qo'yib tikalab chiqadigan bo'lsak, 1 kvadrati 240 ming bo'ladi. Ularning ichiga kiradi. Tunikasini shu narx ichida yopib beramiz. Tunikasini olib beradi, tunikasini qotirib beramiz. Yo'l puli, xizmat puli, usta puli, material puli, hamma narsa shu summaning ichiga kiradi. Kiradi. Kimdir kraska sepib beradigan bo'lsa, bular kelishilgan holda. Tushunmaganlar bo'lsa aloqaga chiqadi, yana ma'lumot beramiz. Bu videomiz mana noyabrda, hozir necha chislo bugun? Noyabrda oxirlarida olyapmiz. Narxlarga almashtirib olmanglar, qadrdonlar. Eski videolarni ko'rib, masalan 1 yil oldingi videolar narxlar arzon bo'lgan, hozir bilasizlar konteyner, temir narxlar qimmatlashyapti. Lekin ustalarda narxi oshgan yo'q. Shunisiga e'tibor berasizlar. Ko'p kishilar shuna muammo bo'lyapti-da. Hammada shu muammo. 180 ming yoki 150 ming arzon edi, nimaga oshib qoldi degan savollar ko'p bo'lyapti. Shunga chislomizni aytib o'tdik. Narigi xonani ham bir ko'rsatib o'ramiz. Yana qo'shimchaligi hozir mana uy xonadonlar, uylar tomini ham shu konteyner materialdan yopyapmiz. Kottejlarning o'rtasi, kimdir uyga issiqxona qurib bering deydi, issiqxona, molxonalar tepasi, mini stadion. Nimaki temir sohasi bo'lsa hammasini qilib boryapmiz. Necha parniklarga ham qilinyapti hozir? Albatta, parniklarga ham qilinyapti. Joyim menizdan ham kattaroq edi. 20 metr yoki 25 metr yoki 28 metr deydigan bo'lsa, 30 metrgacha bez ustini yopib beramiz. Yana bir qaytarib boraman, 30 metrgacha bez ustun. Tasavvur qilaveringlar endi. Bez ustun. Albatta, xudo xohlasa. Asosan endi katta stadionlarga, to'yxonalarga to'g'ri keladi. Asosan katta joylar. Katta joylar, zdaniyalarga shunga to'g'ri keladi. Hozir nimaga moslangan aka bu yer? Joy, mana shu kattaligi. Gasnitsa, magazin, pastlar magazin shunaqa joylar. Oldinlar yog'ochdan qilib bo'lmagan, mana ko'rdalaring juda ham zo'r. Konteyner material o'zlar hamma biladi, chirimaydi, juda ham mustahkam bo'ladi. Zamon rivojlanib boryapti, yengilliklar ko'payib boryapti xohlasa. Avvalo yurtimiz tinch bo'lsa, hammasi yaxshi bo'laveradi. Bizni masalan Rossiyadan turib kuzatadiganlar ham borda, masalan Qirg'izistondan yoki Qozog'istondan bo'lishi mumkin, Qirg'izistondan, qo'shni davlatlardan ham. Agar zakaz bo'lsa, borib qilib beraverasizlar. Albatta, WhatsApp, Telegram hammasi bor nomerlarda, aloqaga chiqilaveradi. Bo'laveradi. O'zbekiston bo'yicha bor ekan xizmatlari. O'zbekistonda muammo bas. Qo'shni davlatlarga ham bor ekan. Eng kichik narsa necha kvadratgacha borasizlar, masalan, joy. Masalan, arzimagan joyga chaqirishi mumkin-da, kvadratini mana shuni aytib gapda. Kichkina joylar. Endi uvog'i ham non, butuni ham bilasin, butuni ham non. Bizga ham xuddi shunday. 20 kvadrat bo'lmaydimi? Xursand bo'lsa bo'ldi obunachilar odamlar. Bitirib beraveramiz, farqi yo'q bizga. Farqi yo'q, ha? Bu qayerdalik farqi yo'q. Men 15 kvadrat joyim bor edi. Samarqandni bir chekasi degan so'ng boramiz. Farqi yo'q. Gap. Zo'r. Aytiladi ham qilinadi bizda. Masalan, zakaz berish uchun nima bo'ladi? Zakalat olasizlarmi yoki qandaydir shu yo'nalishni? Oldin 50% zakatni olamiz, yaqin ish davomida. Xullas, ish ham tugadi, pul ham tugadi. Zakazchiga ham og'ir kelmaydi, bizga ham og'ir kelmaydi, hech kimga malol kelmaydi. To'g'risini aytish kerak. Yaxshi. Shunaqa. Kraska qilib ham berishar ekan, shunisi e'tibor berasizlar. Menga kraska holatda qilib beringlar desalaring, kraska holatda qilib beradi. Sizlardan hech narsa kerak bo'lmaydi ekan. O'zlari borib,
Masalan, shu yerda yig'ib turib olib borsa ham bo'ladimi yo faqat Albatta, o'zini bo'ladi, joyida bo'ladi. yig'asizlar? Yo'q, yig'ib olib boramiz. Kimdir masalan vaqtim yo'q yoki meni sizga ish sharoiti yaratadigan joyim yo'q deydigan bo'lsa, tayyorlab olib borib beramiz, o'rnatib beramiz. Tayyor yig'ib, Bundan zo'r. muammo yo'q. Imkoniyatlar juda ko'p, mana eshitdilaring do'stlar. Albatta. Xo'p, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, to'liq ma'lumotlar berdik. Agar qolib ketgan ma'lumotlar bo'lsa, ekranga nomerlarni qo'yib qo'yamiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqib, ma'lumotlar olasizlar. Ma'qul kelsa, mana zakaz qilasizlar, chiroyli qilib beradi. Aytganimizdek, garantiyal bor, juda ham mustahkam bo'ladi. Do'stlar, bizni oxirigacha kuzatib, like bosib qo'llaganlar Addusha rahmat deymiz. Akamizga bitta like bosib qo'yasizlar mehnatiga. Sog' bo'lasizlar.